qaynonasining yurakni xun qiladigan bundoq gaplari ko'paygan siri Gulsumning kunlari hamon dakki-duk ichida o'tadigan bo'ldi. Onasining depiga usul o'ynayotgan Ma'rufmi bargan siri tapdan chiqishga boshladi. Uning hal o'qiti yaxshi turug'liq, uyni pul pichakdan qisadigan, balanlarining o'qishi bilan kori bo'lmaydigan xo'ylarni chiqarib oldi. Qandaqdir arzimas ishlarni bahona qilib Gulsumni xo'rlaydi. 18 yoshga kirib qolgan xeyli ishlarni bilib qolgan Anaytulla opsiga qarasila yuragi echishib, dadasi bilan momisiga nafrat ko'zida qaraydi. Bir kuni u mahalladagi og'aynilaridan dadasining to'pi danglik bir qashqarlik cho'kan bilan oshna o'ynaydiganligini anglab, bir kecha unsiz yig'lab chiqdi. U to'liq o'rta maktabni bitirish oldida tursimu o'qishni tashlab uydan chiqib ketdi. Bu chaqla xususiylikqa qarshi turib, Shu Jonjuyini pipan qilayli. Elib satar hayonkashlarga zarba berayli degan shuarlar qaziniqqan rosa qiyin ham qistan yillar edi. Biror kim turmush uchun kiyim-kechak tikib tirikchilik qilsa yoki bozorga biror sivat yalimish akirsa, aqallisi biror tal yog'och solsimi, jusadoy bozor boshqarish xodimlari tutib olib, urib narsalarni musodir qilib, o'zini bir necha kun yoki oylab solab qo'yishatdi. Shundaqdimi bir qism tijoratchilar yo'shirin savdo qilib, oilasini boqatdi. Anaytullamo dastlabda tamaka, oshliq bileti, raxt bileti, velosiped bileti degandek ushaq narsalarni elib sotdi. Ondan g'o'lji yung to'qimchilik fabrikasidan chiqadigan 4 so'm 60 yillik yung yog'liqni Janubiy Shinjongda necha hassa qimmat oladiganligini anglab, to'qimchilik fabrikasining ambarchi kassirlariga manfaat yetkazish hisobida nurg'un yung yog'liq, To'rroman yo'tkab, Qashqar, Xotan, Oqsularda 30-40 so'mdan sotdi. Ovqatning obdalli ipini elib qolgan Anaytulla keyincha ichkaridan yo'shirinchi mal yo'tkab akilib, Shinjongning har qaysi joylarida pul topdi. Bu jarayonda u qancha qitimlab tutilib, so'linib, tayoq yeb, mallari musodara qilinib, pishib ketdi. Madaniyat zo'r inqilobi oxirlashib, islohot yurgizilib, bozorlar qo'yib etilgandan keyin xuddi yo'lvosni taqib qo'yib etgandek Anaytulla tizli yo'l tepib, ko'zga ko'rinishga boshladi. Darvaqa uni savdo tijorat jihatda eng baldir uyg'ongan yosh deyishga bo'ladi. Biroq Anaytulla uydan chiqib ketib, oradan 2 yil o'tganda uydagi jangi jidalni ko'rar ko'zi yo'q. Toyg'o'ja aksining yo'ldan menib, ichkariga bir kirib ketgancha izlariga bo'lmadi. 4 yil o'tgandala uning atkaschilarga oralashib qilib, turmaga kirib ketganlik xabari keldi. Gulsumning bir ish zodil esidan chiqmaydi. Anaytulla uydan chiqib ketadigan kechasi yig'lab turib, "Opa, men ketdim, o'zimni osirg'in. Dadam odam emas." degan so'zi yana ham quliqida turibdi. Shu chaqda o'g'lining nima vajidan ketadiganligini so'rab bilolmagan Gulsum tuxum ham sut setib yig'ib qo'ygan 13 so'm pulni Anaytullaning qo'liga tutqizdi. Biroq o'g'lining dadam odam emas ekan degan bir ig'iz so'zi bu nativan onaning ko'nglini chivin yevalganda g'ash qilib qo'ydi. Darvaqa Anaytullaning deginichi bor ekan. Gulsum o'g'li ketib uzun o'tmayla erining to'pi danglik bir qashqarlik cho'kan bilan chatoqlashib yurganlarini qo'shnilardan angladi. Shuningdan boshlab Ma'ruf Temirchi Gulsumni kunjutdek kichik ishlarni bahona qilib uratdi. Urg'andimi niyib bo'lib qolar, o'lib qolmasin demay qahr g'azab bilan qo'l putlari birdek harakatga keladi. Basgan ham bo'q tutgan bu qo'llar cho'yimdek qattiq edi. Qonga chilishib, yuz ko'zlari qozon qo'rimidek qaradab ketgan Gulsum necha kunlab o'rin tutib yetib qoladi. Jannatxon pat-patli kirib,
Hey uşuq kökəmə, lalı yiyip yatamsan? Sen turğucuda tamaqni mən yitip, kirakatni mən yuyamdım. Körmüdün mü? Şunç çoğun oylu aramlarının paskınçılıqtı toşup ketkenini. Bilip koy, erdigen yerim dünya. Şunu konula, errazi, xuda-razi de bekar etmağan. İrin urgan yerlerden o dünyada kızıl gül ünüdü. Dep çalvaqap ketətdi. Elimi yaxşı, Mərub Tömürci oyladıki işlerini talağı toşumaydı. Teniş xaq, dep bir eğiz öyni iri quruluşçı işleydiğen Yang Hongmi isimlik bir xanzuğa icariga bergen idi. Gülsüm tayak zərbisinden küllep yetip qalğanda, Yang Hongmi kirip, onundan xəbər elip, aş tamıqını yegüzüp qoyatdı. Öyden her xil tabletki doğrularını açıqıp iş gözetdi. Hatta təratxanlarga yölep aparatdı. O bir günü, hey, siz şu bensiz çoğu barsın, bolunuz ölüdü, degen gapni arallı uqtiraladı. Gülsüm onunla cevaben, onda qilsam, o meni qo'yib etadi. Men balalarımga chidamayman. Onun üstüge hazır hem yer qalaymaqanchilik inqilab bo'lib kimning gapini kim anlaydi? deb unsiz yig'lagan edi. Mərub Tömürcining Qashqarlik Cho'kan bilan berish kelish ko'paygan siri Gülsüm tayoqdan qutulolmaydigan bo'lib qoldi. U zaif ingrab yotqinida atrofiga duylishib yig'ilishayotgan Gulzabar, Muborak, Gulbanum, Asqar, Akbarlarni girimsidim ko'rib, ichida Qashqarlik Cho'kanni qarg'ab, Xudo pani dunyodagi u buzuqqa jazo bergin deb tilaydi. Hem pat-patla shunchami yomon ezitqin ha u. 7 bolasi bor odamni yovuz maxluq qilib aylantirib qo'ydi-ku deb takrorlaydi. Bir kuni amdala alang-salang o'rnidan turgan Gulsum nay yaqdi. O yüz boyullarini kon romanlarda o'rab, qiziq to'nurga bosh tiqatdi. Pishqonlarini so'yib, o'rnig'idan chaplaydi. Onun butun badani o'gi-o'gillardan ajrab ketgandek, hammani yeri sirqirab og'riydi. Ko'zlari erishib, yelini to'nurga tushib ketadigandak edi. Bu asnoda o'rdakdek irg'anlab kelib qolgan Jannatxon to'nur ichiga tiklab qo'ygan ko'mashnonni ko'rib varqirabla ketdi. "Ha, ma'qul. Yerim urdi deb ant qisosingni mushundoq olmoqchimisan? Bu Allohni ko'ldi ko'mash qilib yegizay dedingmi? U zidi pes devona." Jannatxon choyxonada o'tin parchalayotgan o'g'liga varqiradi. "Voy, Ma'ruf, ma'u xotiningga tetamsan yo'q. Qarg'ina yegan tayiqini nollardan elib tushun qilib yetibdi. Ishni yemaydi. Tova qildim, Xudoyim tova. Bundaqmi ishchi zar xotinlar bo'ladikana?" Bunchalik bahona sababni topolmay turgan Ma'ruf ushqandek yetib keldida Gulsumning gajgisidan qamallab so'rgancha to'nirdan yerga yiqitdi. Ko'z yumib ochqicha og'zi burni qon bilan bo'yalgan Gulsum varqirashqini ulgurmay biqiniga tekkan dumba tepishdan hushidan ketdi. Gulsum 3 kungacha qo'l-putlarini midiriltishga qo'rqatdi. Chunki biqinida qandaqdir bir narsa sanjilib, cho'nqurroq tinishqini qo'ymaydi. Agar Yang Hongmi atisi oqshimi kirib oldin xabar olmagan bo'lsa, uning hayoti xavf ostida qolgan edi. Shunga Yang Hongmi 15 yoshlik Gulsabar bilan Gulsumni qo'l harvasiga selib doktorxonaga olib bordi. Doktor ikki qovurg'ining sunganligi, operatsiya qilmasa uzun vaqt og'riq to'xtamaydiganligini aytdi. Lekin Gulsum to'g'ri berib tenib qo'yishni aytib chin turib oldi. Amal qancha? Doktor uning talabi bo'yicha ishchidigan, suvaydigan dorilarni berishdan sirt uning qo'rsqini tenib qo'ydi. To'g'ri boshqa chora yo'q. Ba'zi hollarda odamdan yovuz, razil, qabohat mal'un bo'lmaydi ekan.
Gülsüm oylab o'rin tutib yotgan kunduz ham kechalarda Ma'ruf Temirchi Qashqarlik cho'konni boshlab kelib, oshkora nashayan ishlarni qildi. Xotinini anglasin, bilsin, kundashlik azobida o'lsin degandek, yon uyda har kuni degidek ishrat shaltiqiga cho'kdi. U Gulsumni 14 yosh Narsidi chig'ida olganligining yoki 7 bolaning yuzini qilmadi. Jon halqumiga kelib, zaif ingrab yotgan Gulsum uchun kesal azobidan xo'rliq azobi eshib ketdi. Aratam uydan anglanayotgan bir cho'kanning xuluq bilan to'g'lagan nozlari, shirin lazri chuchuk tillari, tatliq kulginlari, to'mdaqlashgan vaqtdagi shabilar uni 7 do'zax o'tida ko'ydirgandan bakrak azobladi. Tang atmas bu geceler Gülsümning pak yurgiga mangu o'chmas qora tamg'i bo'lib besildi. Gülsümning talabi bo'yicha taloq qilindi. Ma'ruf Temirchi 3 yoshga kirgan tilsiz akbarni uningga qo'ltiqiltib qo'yib, Gulzabar, Muborak, Gulbanum asqarlarni elib qoldi. Chunki Gulsumning barar turar yeri yoki qo'rsqini baqqadak ish o'qiti yo'q edi. Dadisi Akram Mahsum 3 yil oldida mashina hodisasida qazo qilgan bo'lib, opsi burunla olamdan o'tgan edi. Xuddi bir kechada tushida qora bosqandek talada qolgan Gulsum bir ko'zidan yosh, bir ko'zidan qon oqqan olda Nog'irchidagi bir tuqqan aksi Hoshir Tugining uyiga panohlik tilab bordi. Gulsumning jaddi jamoatidan tavarruq qolgan mush birla ar qarindishi bo'lib, yana bir hadisi Bayko'lga yotliq qilingandan keyin berish kelish oziyib yot qatorida bo'lib qoldi. Qolgan 2 singlisi bilan bir inisi qora kezik tarqalgan yillarda bu olamning deshivorchiliklarini tiriklarga qoldirib ketib qoldi. Hoshir Tuga kommunada dehqon edi. Uning hol kuni xuddi to'li seg'ib xaltilishib ketgan o'shkining yeliniga o'xshaydi. Kommunaning tugmas putmas seliqlari, Hashar saysillari bu bir oilani ana shundoq taz o'taq qilib qo'ygan edi. Shunga Hoshir Tuga bu bir tuqqan singlisini so'g'uqli qarshi oldi. Demisimi, uningga 8 vitakjon og'zini hong echib tursa, Gulsum beshiga kelgan kulpatlarni Ma'ruf Temirchining nashayan qiliqlarini so'zlab yig'lab soldi. Pagat tizlangan beti o'chisiga zo'ngzib o'tirgan Hoshir Tuga pepi o'rgan tamakisini sho'rg'ach, "Ajab bir badqiliq odamkan ha" deb qo'ydi. Shundaqdimi akisining so'g'uq talatini, tanglik iskanjisida qolgan qayg'uli holatini ko'rib, uning kayfining chigish ekanligini ta'minladi. Shunga Gulsum sulkat qilib o'tirmadi. "Aka, men sening holingga yetaman. Sana hergiz yük bulup qalmayman", dedi Gulsum ishonchlik holda. "O'ylaring chiq bo'lgandan keyin faqat menga bir eg'izni bekor qilib bersang, ang bo'lmasa taskaydagi eski tuski qo'ygan kichik uyimning yerimi bilib bo'lsin-u, yetib qo'pqidek o'rin bersang, men o'zim ishlab, sana eg'irchiligimni salmay balamni boqaman. Agar obdanroq ish o'rni tepib olsam, uyimning ijara haqqini to'layman." "G'alit xuyun borda sening. Tip yo'q parani qo'y." Hoshir ko'ngilsizgina kulib qo'ydi. "Aplab-saplab barni tan ko'rmaymizmi?" Taskaydagi ko'ni ambardan olqandek yotar joyga ega bo'lgan Gulsumning ko'ngli oromiga tushdi. Shu kundan boshlab uning nim nim ayollik hayoti boshlandi. U attiganligi 3 yoshlik tilsiz akbarni ko'tirib, idora jamiyat maktablaridagi bo'ytaqlarning yotoqlariga kirib, inqilobchilarning to'plashgan organlariga berib, kira yuyishni boshlavatdi. Tilsiz miyib balaning ming yerdan ochiq yoshlar to'kilib turgan yosh to'lg'utunning dardiga yetgan kishilarmi ish haqqini ko'ngil ting'idek berdi. Gulsumning
Hargiz kishilarning chingida qolmayman, o'z kuchimga tayanib yashayman degan tarsa mijazi uni har ko'ylarga soldi. U hatto mo'yka zavodining suyduk, chila, doğru purab turadigan ko'lchaklarda bir kun kashgacha sesiq suvga chilishib yung yuvdi. Akbar bo'lsa uning atrofida cho'rgilab o'ynaydi. Faqat qo'rsqi ochganda og'zini, sevgisi kelganda oldini ko'rsatdi. Gulsum kashda erib ichib, ko'zlarining xuni qochgan holda qaytib kelatdi-da, qorong'u bozordan olgan non, tuxum, ko'ktatlardan akasining uyiga akirib beradi. Minnatdorchilikdan erib ketgan Hoshir: "Voy, bu nima qilg'ina? Uyda non tugalligini bilgandek ish qilibsan-a? Qo'yma obdan bo'ldi. Ish kuchlaring saramjattabqa o'xshamamdi. Ko'nglim endi aman topdi." deb kulib qo'rilib singlisining ko'nglini qubul qiladi. Aralab takrorlanib turgan ko'ngildan dandab qolgan Hoshir to'gi insofga keldimi nima? Kungay tarafdagi bir eg'iz uyni bekorlab, ko'ni bir parcha kigiz, uy saramjonlaridan bir qo'lliq akirib berdi. Gulsum amanni zamonga bermay tirikchilik yo'liga kirgan bu kunlarda Ma'ruf Temirchi Qashqarlik cho'konni nikoh qilib uyiga akirib bo'lgan edi. Gulsum qiyiqilib so'qilib, osh to'qilib, turmushining g'alvirda rosa tas qilayotgan kunlarda o'g'li Toyxo'jining Guangzhoudagi turmida mahbus ekanligini anglab, qon yig'ladi. Cho'ng o'g'li Anaytullo bo'lsa, bu uy endi menga harom deb chiqib ketgancha, xuddi bo'ron uchirgan chechaklardek g'oyib bo'ldi. Endi Gulzabar, Muborak, Dilbanom askarlar o'gay onaning qo'lida nima kunlarni ko'rayotgandi. Apam nadadir deb yo'llarga talmirib qaravatam degandi. Kali saqqan eg'illar, süpürüp turadigan o'yinlar, non yaqqan tonurlardan opisining hidini hitlab izlarini izlavatam degandi. Ular tehi ko'k tirnoq g'ubarsiz narsiydilar. Tapqanada ota-bola qo'rsoq pumlab, aytki rizqini Allohga topshirgan bu betalay ayolning kunlari ana shundoq zavol vaqtidek manonliq bo'lsa-mu, biroq bala ko'yda sarson bo'lgan shafqatlik ona edi. U bir kuni kun qisayganda 5 yoshli tilsiz Akbarni ko'tirib Qadinas mahallasiga qarab mangdi. Ma'ruf Temirchining cho'ng qo'rosi joylashgan uzun ko'chaning orqa tarafi katkanli bedilik, qo'ray bosgan bo'zsuq ham savzi piyoz teriydigan taxta etizlar edi. Gulsum chat yoqi yo'llar bilan ko'chaning orqa tarafidagi bedilik keldida Ma'ruf Temirchining taskaydagi o'gisiga engishgan baraqsan qeri jigda tubida to'xtadi. U o'g'li Akbarga qimirlamay jim o'ltir degan naqsini imo ishoratlar bilan uqtirgandan keyin oyog'ini selib etib qeri jigda g'uliga yamashdi. Gulsum yuqoriga o'rlagan siri jigdining sho'x tikanlari uning yuz qo'llariga, yalang putlariga sanjilib jijab qanatavatdi. Shundaqdimi u balalarini yiroqdan bo'lsin ko'rish istikida o'zini unutgan edi. Gulsum aplik bir g'ulni quchoqlab o'ylig'i talmirib qaradi. Ana cho'pcho'ngli bo'lib qolgan cho'ng qizi Gulzabar bilan 13 yoshlarga kirib qolgan o'ttiranchi qizi Muborak qalipoqlarini sesiq samonga aralashtirib pom yasab tamg'a chaplayotadi. Qop-qora ko'sayni ot qilib o'ynayotgan askar bo'lsa Gulbonumni qo'g'lab yuradi. Gulsum ularga qarab mo'l-mo'l yig'ladi. Ham ko'z nurlari to'kilgidek bo'lib to'ymay qaradi. Bir chaqdala uydan chiqqan Qashqarli xotin peshayvonda turib: "Balalar, hey Gulzabar, Muborak, Gulbonom, Asqar, qo'llaringlarni yuvib tomoq yanglar" deb qaradi. Qo'risqig'i omroq Asqar eng oldi bilan yugurib kirib ketdi.
qizlari qo'llarini yuyib bir-birlab g'oyib bo'lganiga qadar bu notavon ona ko'z yoshlarini bo'rondek to'kib jiydidan tushmadi. U balonlarim, jigarlarim, bag'rimlarim deb nola qilgan sari ichidan o'rtilib chiqqan o'tliq bir nido butun tenini ko'ydirib o'tdi. Ona uchun bola piroqi shunchalik yomonmi? Gulsum jigdi qo'lni quchoqlab yig'laverib pastda o'ltirgan o'g'lini unutgan edi. Yumaloq, yumran yuzini purishtirib, og'zini yo'g'on echib olgan Akbar hadab, bo'yin, yalang pochoqlarini tatalaydi. U tilsiz bo'lg'ashqa har qancha chinqilib yig'lasimi ovozi chiqmaydi. Gulsum bolasini pashtalab ketganligini bildida apala-shapala jigdidan tushib Akbarni ko'tirib akkatdi. Hafta 10 kunda, ba'zida birer oyda birer qatam balonlarini jigdi ustidan ko'rish Gulsum uchun xuddi hech oyam kunlarda xushallik tuyulatdi. Garchi u bag'riga besib so'yalmasimi, omonlik mehr bilan erkiltalmasimi, har holda bir necha kunlargacha ko'ngli taskin tepib qoladi. Bu odat davomlashib, yana 1 yil o'tdi. G'ulji bog'lari oppoq, olrang olma, shaptul chechaklarga purkangan bir kuni uning g'amxonasiga yo'chimli bir ayol kirib keldi. U o'ttir bo'y, bug'doy un, qangsharliq, qo'shma qashliq 30 yoshlar atrofidagi qamlashgan ayol bo'lib, yuqorqi lavlari ustidagi yumron, yumshoq qora tuklar burut iznasini paydo qilgan edi. Gulsum turga ko'rib selib etib, "Tova, bir yerda ko'rgandek qilaman-ku" deganlarni ko'nglidan o'tkazdi. "Qani, yuqori sizlar. Rahmat, men mush yerda o'ltiray, yana turaman." Ayol supida putini sanqiltib o'ltirdi-da, xeylig'icha umidsiz jimib ketdi. U bir chaqdalar beshini ko'tirib, hech ishdan hech yo'q. "Men o'zlaridan gunohimni tilab keldim" deb qo'ydi. "O'zlari kim bo'ladi lekin? Men hech toniy olmadim-ku" so'radi Gulsum ko'ngli uygandek bo'lib. "Men sizlardan o'tinib qolay, o'zlarini tutib olsalar, mening gaplarimni anglab bo'lib, andin ochiqlamla, tillamla, uramla, o'ylaridan qo'g'lab chiqaramla, oldinlarida turaman. Lab qilib ko'z olaytsam, ish bo'lib ketay, biroq men yaxshi niyat bilan keldim." Ayolning tamdan tarish tushgandek taq-tuqi gaplari Gulsumxonni teg'imi sarosimiga selib qo'ydi. Bu soat kim bo'ladi? Nima demakchi? Qanday g'ayri xiyol uni bu yerga akkaldi degan mash'um o'ylar ko'nglidan kashgan Gulsumning birdilla ko'z oldi qorong'ulashib, demi kesilgandek bo'ldi. Chunki tong sahar yo'riq tushganda o'yli o'ttirsida Ma'ruf bilan quchoqlashib xo'shlashgan ham darvoza oldida esilib so'ygan ayol shu edi. Gulsum uni darizdan oshkora ko'rgan. Yana yiroqdan bo'lsa-mu jigdi ustidan 1-2 qatim cheliq turgan. Gulsumning chiroyi birdilla o'g'il yegandek ko'kirib, tatirib ham sarg'ayib, nafas elish tizlashib ketdi. Chunki yon uydan tong otquchi kelayotgan nozik karashmilik naqsh sozlar uning quloq tubida qayta anglangandek tuyg'u paydo qilgan edi. "Bildim. Seni Ma'rufning xotini." Gulsumning qalpoklari titrab, ko'zlaridan o't chaqnab ketdi. "Meni oramimda qo'ymay, bu yerga nima keldilar? Salgan zulm sistemlari, yetkizgan xo'rliq azoblarimiz yetmaganmi? Meni qonqir qaqshtib, 7 bolamni yetim qilib, uyimni buzib, arshi olog'i chiqtirma. Kichikgina janovar qushqonchning o'zini buzsin deb aytqisiz yomon-ku.
Seni musulmon pushtidan to'ralganmi yoki imonsiz juhuddanmi? Ayolning chiroyida yumloq ko'zlaridan Gulsumnikiga o'xshashla yoshlari quyilmoqda edi. Men o'zimni oqlash qo'yda bo'layotganim yo'q. Xudo oldida kechirgisiz gunoh qilganligimni keyin bildim. Ayol yoshlarini surtmay pat-patla burnini tortib qo'yatdi. Shunga sizlarga boshdan dedim-ku. Ayol hasrat nadomatlik munglarini esadigan holda to'kishga boshladi. Saydin Saxon ismli bu ayol Ma'ruf Temirchining ozoda hovlisiga kirgandan keyin kunlari bahuzur, rohatda o'simi, biroq ruhiy jihatdan zodila xushal o'talmadi. Go'yo o'zini qandaqdir o'tliq zanjirlar qamoqlab olgandek erkin nafas ololmadi. Uning oldida 4 bola mo'ldab turardi. Kichik Asqarni hisobga olmaganda 3 qiz bir-biridan chiroyli, muloyim, savr toqatlik notavonlar edi. Bo'libmi 3-qiz Gulbanum hammadan aqlli, muloyim bo'lib, hadillariga qaraganda o'shiq to'sh gibi yo'q edi. Ammo kechalari to'li jo'ylaydi. Uning "Apa, jinim apa, ursingizmi, tillisingiz mayli, meni erkitam. Apam suvda qilib ketdi. Dada, apamdan durmam." deb varqirab turib ketishlari Saydin Saxonning naq yurgiga mix qiqqandek bilinadi. Qizlar maktabdan qaytib kelibla har qaysisi o'z ishlarini tepib qilishadi. Biri kala eg'ilini tozalasa, biri kala po'xlarda pom etib tamg'a chaplaydi. Gulbanim bo'lsa davomliq o'yli oramlarni tozalaydi yoki qochquchilarni yo'yatdi. Uning hadillari gulzabar, muboraklar ko'ktat adolab tamoq tayyorligini qilishni unutmaydi. Ular go'yo o'gay onaning buyrug'ini atnomus ovozini anglag'isi kelmagandek Saydin Saxonni zodili gap qildirmaydi. Hatto bir kuni u qizlarga "Balalar ko'chada o'ynayotidi. Sizlarmi o'ynab kirsanglar bo'lmamdi?" degan edi. 3 qiz ko'ngilsizgina jilmayib qo'yib o'z ishini qilaverdi. Balalardagi bu sukut Saydin Saxon uchun yo'l tayoqda urg'andan bakrak qattiq tegadi. Shuningdan boshlab u g'alati xiyollarga beriladigan bo'lib qoldi. Shundoq ursun, tillasun, do'shkalisun yoki u sarang, miyib, azozil bo'lsin, o'z onada. Chunki otning tepkiniga ot chidaydi degan gap bor emasmi? Bara-bara Saydin Saxon shahvoniy nafsining kayniga kirib, 7 bolni yetim qilgan Ma'ruf Temirchiga o'ch bo'lib qoldi. O'ziga bo'lsa vijdon azobini ortib oldi. Unig'anga yo'nig'andek bir kuni jigdi ustidan hadab o'ylig'i bo'yin tavatgan bir ayolni ko'rib qoldi. Bu jigdi sarg'aydigan chog'lar bo'lmay, balki amdila chechki to'kilgan bahor oylari edi. Shuningdan boshlab uy darizasidan yiliqi yo'g'on jigdiga pat-patli qaraydigan bo'ldi. Degandek yana biri 2 qatim ochmoq qo'lda yiliqi ayolning yengida ko'zlarini suritib turgan holtini chelaqtirdi. Bu ish uning ko'nglini g'ash qilib, ishtihosini bo'g'di. Mushundaq ko'ngilsiz kunlarning birida o'ylida danlab yurgan charmekyanning qattiq qoqoqlab qanotlarini paqildatib urganlik anglandi. Saydin Saxon darhol darizadan qargan edi. Tamdan sakrab tushgan bir o'g'ir mushuk tuxumdan andili chiqqan yumran cho'jilariga xiris qilib atadi. Biroq Mekyan uning bo'g'ib etishidan qo'rqmay hadab mushukka etalatdi. Uni cho'qib, qanotlari bilan urib, puttirda tepatdi. Mushuk o'tkir tirnoqliq panjalarini shiltigan edi, to'qining paylari to'zib tushdi. Biroq u shiddat bilan yana etaldi. Oxiri mushukni qochirib Saydin Saxonning ko'nglidan ana degan xiyol o'tishi bilan balalarini bir ko'rib olish uchun jigdining tikanli qo'lida yosh to'kib turgan ona yodidan kechdi. Biroq
shu kechasi Saydinsaxon varqirab uyg'onib ketdi. U qo'rqinchli bir tush ko'rgan edi. Eliqi Mikyan uni ho'ylida sur to'qay qilib qo'g'lab yurgandek. Balalarimni bardab varqiragandek. Saydinsaxon qochqudek. Shuncha qasimo bir izdan neri qo'zg'alolmabdi. Mikyan bo'lsa uni cho'qib, tepib qoniga bo'yib yetibdi. Yo'chun ayolning uzun hikoyasini anglagan Gulsum uni ayiblashnimi yoki tillashnimi bilolmadi. Albatta, o'lmakning ustiga tepmak yo'q. Ummo pushaymonlik ilkida azoblanmasa, ammo bir kun qochtig'i birni selib, orqadan seni urib saldim, xafa bo'lma desa, kimning mukallasidan o'ssin? Sili, mushi gaplarni dihili kelganmi? Dedi Gulsum o'zini besib elib. Yo'qsu, men Ma'rufdan ajrashib ketaman. Saydinsaxon qat'iy niyatga kelgandek qiladi. U faqat sil uchunla. Shunga Ma'ruf bilan bo'lishib, balalarini qanotlari ostiga olgan bo'lsalar, mening ko'nglim orom topgan bo'lar edi. Yaxshi ko'ngillarga rahmat. Men unda qila olmayman. Gulsumning ovozi vaznlashdi. Mening yuragim Ma'ruf ham silning salgan xo'rliqlaridan jarohat bilan qoplanib ketgan. Saqaymi qitas. Men endi uni tadilab, qayt qanotqim yo'q. Zodi mumkin bo'lmasmi? Mumkin bo'ladigan yerini er-xotin ishqinglar to'y qilmasdan burilib qo'ymagan. Shundaqdimi? Men baribir ajrishiman. Ayol ig'irlashgan tenini oran ko'tirib o'rnidan turdi. Bo'lmasa, azoblarim kundan-kunga ig'irlashib ketgandek. Saydinsaxon teli qiqqini chiqib ketdi. Gulsum uning orqasidan o'zitibmi qo'ymadi. Ham sut emgan inson deb ko'nalar bekor aytmabdi. Odam hayotlikda xuddi qo'tur eshakdek suvanmaydigan yer qolmaydi ekan. Ko'ngli xush bo'ladigan ish bo'lsa, oldi orqaga qaramay, keyinchi pushaymon zardoblarini ichadiganligini, kichikina xushallik uchun bir umr azob tortadiganligini, bir xushallikqa bir kushandi yori ekanligini, bermakning olmaqi, ajrsiz kelgan omadning qusmaqi, harom dunyoning hisobi, birovlarga qilg'ining o'zingga yonadiganligi, birovlarni qon yig'latib yetgan baxtning qararsizligi. Qisqasi, bu dunyoning o'tni olam ekanligini o'ylab qo'yishmaydi ekan. Mana Saydinsaxon kundashlik bo'sug'isida Gulsumdan o'zining g'olib ekanligini namoyon qilish uchun nima rasvochiliklarni qilmadi. Yiqmay, nomus qilmay, naq kundishining ho'ylisida Ma'rufni quchoqladi, so'ydi. Anglasin, bilsin, terikib o'lsin degandek yon o'diki qasddan o'ynagan o'yinlarichu. U ashundaq hayosizlik qilmaymi, ko'zlagan rejasiga yetalaydi ham yetdi. Ammo uni shaytoni daydayga salsa, ummo manmanlik to'niga o'rilib, o'ziga o'xshashla bir notavonni qon yig'latdi. Bugungi kunda miskin bechara holga tushib qolgan Saydinsaxon bundaq vijdon so'rqi qilishni o'ylab baxmagan edi. O'ylamagan. O'ylashni xohlamagan. Aqallisi o'lida ko'rgan charmekiyamni tushida oyon qilib dahshat iztirobga selishi Xudoning Saydinsaxon va Saydinsagunlarga bergan beshoratidir. Gulsumxon yig'lab qaqshab qishni o'tkazib oldi. At yoz kelib, agizlar yo'l bo'ylab oqqan turganda, uning uchisidagi paxtaliq ko'ni chapan, putidagi yamoq ustiga yamoq tushib, rangi, shaklini yo'qotgan archa, bajingir ig'ir kelishga boshladi. Bu chaqlarda Ma'ruf Temirchining qora do'nglik yana bir qashqarlik ayol bilan to'y qilganiga 3 oy bo'lgan edi.
Bir kuni 7 yoshlik Akbarni yetiligan Gulsum moyka zavodidan kashlab qaytib kelganda darvoza oldidagi loy supida 13 yoshlik Gulbanim mugdab o'tiradi. "Jinim qizim, oltinim, soqam." Gulsum Gulbanimni bag'riga besib yig'lab ketdi. "Nima? Uydan qochib keldimmi? Nimishqa?" "Dadamning xotinini saqat, Saydi saqaga herkes o'xshamaydi ekan." Gulbanim esa deb yig'lab ketdi. "U urudi, non bermaydi. Shun Asqar ukamning qo'rsiqi to'ymay, davomli o'g'irlik qiladi. Xalqlar datlab kelsa, dadam urudi. Bir qatam muborak adamning beshiga laqshingiri bilan urib beshonisini yerib o'tgan edi. O shu kundan boshlab uyga kirmadi. Dadam bir ikki kun izlab, oxiri uni chigdi purab qolgan qonjuq oqsuliq bir bola bilan qochib ketibdi dedi. Shuni dadam Gulzabarning to'yini qilib etmasam, bu shumu poltaysaydiga o'xshaydi deb chejilib ketdi. Xudo, bu nima kelgulik? Anaytulloh uydan chiqib ketgancha biz deraksiz yo'qoldi. Tayxo'ja Guangzhouda, turmada muborak kichik turma g'oyib bo'ldi. Gulsumxon pag'on bilan yig'ladi. Endi Gulzabarni nelarga berib etar? Bu osh xotinlarning o'yinlari bo'lmaydi. Ular balalarni to'zitib o'tmoqchi. Ko'tarolmasang sangiltib ol degandek, oralli jon beqib ketayotgan Gulsum uchjon bo'lib qoldi. Gulbanimning kiyim-kechki, qo'risqi, o'qish rasxotlari uning zimmasiga yuklandi. Oradan 2 oymi o'tmay Gulzabarni 9 tarog'i yotliq qilganlik xabari anglagan ona bir necha kunlargacha yig'lab yurdi. Amdiki g'ami Asqarda qolgan edi. Xudoyimning ba'zi kunlardan o'rgilib ketay, ba'zi kunlarning ko'tiga tepay degan gapni balkim beshidan ko'p issiq so'g'uqlar o'tgan odam degan bo'lishi mumkin. Tilsiz Akbar 16 yoshga kirgan yili Gulsumxon uchun 18 ming olam tillog'i to'shib, osmondan chalpak yoqqandek bir xushallik kun bo'ldi. Kostyum burulka, oppoq ko'nglaklarni kiyib, galostuk taqib olgan Anaytulloh chamadan ko'tirgan holda Gulsumxonning namratliq yig'ib turgan uyiga kirib keldi. Uyda bir g'aza yig'izlar ko'tarildi. Shafqatlik ona besotida borini chiqirib polo etdi. Ochiq choy damladi. Tamoqdan keyin u chamadonni echib, hammasiga akalgan sovg'atlarni berdi. Hatto tilsiz Akbargamo bir quri matroslar kiyimini akalgan edi. Xushalliqdan qinqiniga patmay qolgan Akbar amdil ovozi chiqqaniga baqmay, deb cho'ng barmoqini chiqirib uy ichida sayrab ketdi. Gulbanim bo'lsa quchqidagi kiyimlarga qarab mo'l-mo'l yig'lab o'tiradi. To'g'ri, u mushu yosh bo'lg'icha bundoq esil kiyimlarni savoqdoshlarining uchisida ko'rib, qavatli havaslangan bo'lsa-mu, o'z uchisiga sepib boqmagan edi. "Opa, cho'ng uydagi ishlarning hammasini o'qidim", dedi Anaytulloh yosh yo'q ko'zlarini surtib. "Nemali bo'lmasin, hayot ekansan. Biroq Toyxo'ja, Gulzabar, muboraklar yo'q. Dilqut xazinasi. Asqarni bo'lsa tex ko'rmadim. Ularga akalgan sovg'atlarimni sen ap qol. Sotamsan, saqlamsan, o'zing bil." Anaytulloh so'lyoq xaltalarga qachilangan kiyim-kechak oyoqlarini opsiga qo'sh qo'llab tutdi-da yig'lab etdi. Balkim bu oq ko'ngil bolaning g'oyib bo'lgan qarindoshlari bilan didorlasholmaganligidan ko'ngli alamzada bo'lgan bo'lishi mumkin. U bir siqim pulni opasining qo'liga tutqizib, "Opa, endi yo'qsizlik tortmaysan. Men qachonki g'o'jog' o'lsam, seni yo'lab turaman." Anaytulloh opasining ishti pishgan yirik qo'llarini tutdi. "Opa,
Sana yana bir hoş xabar. Men 2 yil oldida ishkirdan kelib daryo bo'yi ko'chasidan 6 pun yerni arzonli elib tashlab qo'ygan edim. Bu qaydam ustamlar bilan so'zlashib qo'ydim. 2 oyga qolmay 3 yig'iz uy ham choyxonalarni bitirib bermoqchi. Jinim bolam, Xudoyim bir jiningga ming jon bera. Ömrüm uzun bo'lsin, davlating ziyoda bo'lsin. Lekin iningdek aram ishlarga aralashib qolma. Hükümetning tishiga tegadigan ishlarni qilma bolam. Apa, xotirjam bo'l. Madaniyat inqilobi oxirlashdi. Bozorlar qo'yib berildi. Agar niyating durust, yo'ling to'g'ri, halol ishlab tepib bir harma oltinni so'rab mansaqmi, bir kim yo'limizni to'simaydi. Men hozir cho'ng ishlarni tavritish uchun tayyorlanib bo'ldim. Gulsumxon, qizi Gulbanom, o'g'li Akbarlar bilan yangi uylarga ko'chib, xuddi jannatdan makon tutgandek xushal bo'lishdi. Ularning xushalligiga yana bir shodlik qitilib, qo'risqiga amroq Asqar qechib kelib oldi. Endi ular 4 jonliq bir oila bo'lib qolgan edi. Albatta, Anaytullahning bergini qarab o'tirg'ili bo'lmaydi. Shunga Gulsumxon aholi komitetiga 3 oy qatnab, muhit asrash idorasining ko'ch tozalag'uchi ishchisi bo'lib qoldi. Gulsum ishtatliq ishchi bo'lib ishlab, 3 yil bo'lganda Narub, Kuchaliq, Qashqarlik, Xotanlik bo'lib 3 xotin elib bo'ldi. Hozir qo'lidagi Oqsuli xotini Gulsumxondan keyingi 6-xotini edi. Anglayotganinglar Biliq to'ridan anglatilayotgan ovozliq asarlar sahifasi. Anzar bilan Gulbanomning bu xilvat kentda turayotganiga bir oydan oshdi. Kentning atrofi cheksiz ketgan bir tutash qorichilan tuproqliq munbat terilg'i yerlar edi. Ettiz o'ttirlarda tog' teriki, so'gat, qora yog'och qatorliq daraxtlar u yer bu yerda yolg'iz cho'qchiyib turishatdi. Yiroqdan oydilan ko'rinib turgan cho'nqur edirlar, yonpash g'o'llar, sarg'ush ko'rinadigan egiz-pas benamliklar bu tanho kentni qo'rshab turardi. Kentdagi pakar o'g'zilik, dehqon uylari to'limi radsiz selingan bo'lib, ularning qo'ru, eg'il bog'varallari sho'r bo'lib ketgan so'qma tomlar bilan ahoda qilingan edi. O'g'zilarga bultur besilib, qaratib ketgan mangan, beda, qo'ray, o't, samanlar ichiga kirib olgan o'rin itlar navan-navanda qavab qo'yib, ondan tumishqini chivisiga tiqib uxlashatdi. Har bir ho'yla oldinlarida to'liq tosh, ko'ni sapan, buzilgan shamol sanduqi, ergulu chaqinlar qatorliqlar qolaymaqan tashlab qo'yilgan bo'lib, ko'chig'ila qo'zi qiqib yoki mo'mi tiklab bog'lab qo'yilgan kalalar o'zlarining tezaklarida eg'inishib ma'yus mo'raydi. Kech taraflarda bo'lsa, har bir uyning turg'ularidan chiqqan manganning isi kent ustida laylishib, tutash parda hosil qiladi. Qo'pol oqargan o'tuk, bajingir yoki sandal kiyib, chak yoqiliq ko'ngligining maydisini echib etgan dehqonlar davomli bir-biri bilan o'tni yerim qilishadi. Anzar bilan Gulbanom Samandar qo'lning hamqon bo'lishi bilan nikoh qilib, jufti halollardan bo'ldi. Bu ikki qoshqun, sodda, hazilkash, dilkash dehqonlar orasida hurmat inovati bor, hammaning og'zida voy deydigan kasbga aylandi. Beliqut shirkatida ovozga elinib, Beliqut to'rida anglatilayotgan Uyg'ur yozuvchisi Jaloliddin Bahramning Shinjang yoshlar o'smirlar nashriyoti tarafidan nashr qilingan Natavalla nomli romanini bugun mush yergacha anglatdik.